Assalomu alaykum YouTube. Sizlar bilan navbatdagi vlogda ko'rishib turibmiz. Anchadan beri domashniy vlogli suratga olmadim. Bugun Aysha Aliyevani vloglarini ko'rib o'tirib, mana ancha bo'ldi vlog olmaganimga deb o'zim uchun esdalik vlog suratga olaman. Hozir soat 2:40 bo'lgan bo'lsa kerak. Hali 3 bo'lmadi. Bugun uyimizda ichiba shunaqa kabobga o'xshagan ovqat qilamiz. Kartoshkalarni qovurib olaman. Birinchi keyin boyagi yog'ochli qutqa tayyorlab qo'ygan qiymali mini shashlikchalarimizni qovurib olaman. Bu yerga margarin solib qo'ydim, shunaqa qilib sal erisin deb, chunki xamir qilmoqchiman. O'zingizda nima gaplar, qillajonlar? O'zi YouTube'imni faqat tanishlarim ko'rishadi. Shunday ham ancha bo'ldi domashniy vlog suratga olmaganimga. Oldin tez olib turardim, vaqtim bo'lardi oldin. Shunaqa margarin ekan, qaranglar, qalanib ketadi. Sizlarga qorong'i ko'raman, mana va svet yoqmayman. Sal yorug' bo'ldi degan umiddaman. O'qishim bo'ldi, uydagi ishlar, yana boshqa narsalar. Keyin uning ustiga Instagram ochganimga ham YouTubedan sal uzoqlashib qoldim. Instagramdan Reels degan narsa bor ekan, o'shanga berilib YouTube'dagi shortslarni ham ko'rmay qo'ydim, YouTube'ga narsalarni ham videoga olmay qo'ydim. To'g'risi qanaqadir tvorческий krizisdaman. Haligacha shu davom etyapti. Keyin o'zimda qanaqadir samoraziyasiga muhtojlik his qilaman. Shuning uchun ham ancha vaqt YouTube'da hech narsa qo'ymadim. Kalta videochalar, shortslar qo'yib turdim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, bugungi video vlog ham sizlarga yoqadi, qiziq bo'ladi. Ko'rib men bilan virtual holatda gaplashgandek bo'lasizlar degan umiddaman. Vlogimizni davom etyapti qizlar. Xamirimni tayyorlab, xolodilnikka solib qo'ydim, paketlarga solib. Endi orada kotlet qilib qo'ydim. Muzlatib qo'yaman, kerak paytda ishlataman. Kartoshkalarim pishdi. Shashlikni ikkitasi pishdi. Qolganini sekin qovuraman. Ovqatimni solib qo'ydim. 45 minutda dimlanib pishadi endi. Men sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Bunaqa jadval yasaganman. Buni Telegram gruppamdan topishingiz mumkin. Bu jadvalga har kuni nima qilganinglarni yozib borasizlar. Masalan, nima pishirganinglarni. Bugun seshanba, obedga mashhurda pishirganman, yozig'im. Bunaqa kun emas, o'zi shoshib yozganman. Hozir endi tagiga mana mini shashlik deb yozib qo'yaman, kartoshka deb. Короче, nima ovqat qildim deb anaqa dudrab eslolmay o'tiribsiz. Osh qachon osh qilganman? Yana dushanba kuni osh qilgan ekanman. Shunaqa qilib mana osh. Shunaqa qilib o'zingizga operatsiya qilib olasizlar. Bugun nima qilishingiz mumkin? Masalan, qaysidir ovqatlarni bu hafta, o'tgan hafta qilmagansizlar, bu hafta qilishingiz kerak. Shunaqa qilib o'zingizga ishlarni oson qilib olasizlar. Bu meni YouTube kanalim va Instagramim yozib qo'yilgan. Instagramga qo'shilmaganlar bo'lsa, qo'shilib olinglar, marhamat. Buni ham o'zingizlar chiqarib olib foydalansanglar bo'ladi. Mana bir oyga bemalol yetadi. Bir oylik nima qilganinglarni bilib turasizlar. Orqasida yengisi. Shunaqa Telegram gruppamdan olishingiz mumkin buni. Qiziljonlar, endi tepaga chiqib oldim. Chunki tepada ishim bor edi. Qanaqa ishligini hozir sizlarga aytaman. Kerak emas kiyimlarim bor. O'zim kiygan, lekin sostoyaniyasi yaxshi kiyimlarim bor. O'shalarni rasmga olib Telegram gruppamga tashlashim kerak. Telegram gruppada kim biladimi, bilmaydimi? Telegram gruppa ochgandim. Shunaqa yaxshi narsalaringiz, lekin u sizga sig'may qolgan yoki kiygiz kelmay qolgan narsalaringiz bo'lsa,
chiroyli qilib rasmga olib, uni razmeri haqida ma'lumot yozib, gruppaga tashlaysiz. Gruppada keyin o'ziga kerak deb bilgan odam, masalan, muhtojlik bo'ladi, boshqalar bo'ladi, o'shalar o'zligi sizga lichkaga yozib, aloqaga chiqib, dastavka qilib olishadi. Bu faqatgina kiyimlarga tegishli emas. Mana qancha kitoblarim bor. Mana yana sanab qo'ygan kitoblar bor. Kimga kerak bo'lsak, shu kitoblar men bularni hali rasmga olib qo'yaman. Kitoblaringlarmi, ichilmayotgan dorilaringlar bo'lsa, hammasini rasmga olib, nima kerak emas bo'lsa, o'shani rasmga olib tashlaylik gruppaga. Muhtojlar o'zligi olib olishadi. Sizlar o'yinchoq bo'lishi mumkin. O'sha masalan bolalaringiz katta bo'lgan bo'lsa, agarda kichkinaligida o'ynagan o'yinchoqlarini navaramgacha deb endi asrab o'tirmaysizlar-ku, o'sha o'yinchoqlarni rasmini olib berib yuboringlar bu kimgadir. Yoki yozinglar, menda shunaqa o'yinchoqlar bor, shu qiz bolalarga, o'g'il bolalarga kimga kerak bo'lsa, kimga muhtoj bo'lsa, yozsin deb. Yoki masalan kravatlar bo'lishi mumkin, hadinoklar. Masalan, bugun shamollab qoldingiz, sizga bir dunyo antibiotik yozib berdi, dorilar yozib berdi, o'shalarni ichdingiz, 5 kunda tuzalib ketdingiz, Xudoga shukr, 5 kunga qolgani qolib ketdi. O'shani rasmga olib tashlang, mana men 5 kun oldin ichuvdim deb suroklarni yozib. Chunki siz bergan doridan ular ham bir narsa bo'lib qolishmasin-da. Shuning uchun o'zingizni bo'yningizga javobgarlikni olib, dorilar beradigan vaqtda ularni срок годностini, keyin o'zingizga qanaqa ta'sir qilganini yozib qoldiring. Dori ham unaqa arzon narsa emas. Sizga savob bo'ladi. O'sha odam dastavkangizni olgandan keyin qo'lingizdan kelsa dastavkasini o'zingiz qilib bering. Lekin ular qilib olishligi kerak gruppani qonun qoidasi bo'yicha. Lekin shu dastavkaga ham sharoiti yo'qni o'zligi sizga aytadi, dastavkaga sharoitim yo'q deb. Ularga o'zingiz qilib bersangiz ham juda ham katta savobga qolasiz. Shunaqa rahmatli aytishadi. Buni unaqa rahmatlarni eshitganingizdan keyin keyingi safar nimani berib yuborsam ekan deb uyingizdan kerak emas narsani qidirasiz. Sizga kerak emas bo'lib tuyulgan, baraxovka bo'lib tuyulgan, musor bo'lib ko'ringan narsalar kimgadir juda ham asqotadi, juda ham muhtoj bo'lishi mumkin o'sha narsalarga. Shuning uchun sizlar ham shu Telegram gruppamga qo'shilib olinglar, o'zingizlarning kerak emas narsalar bilan bo'lishinglar. Bu ham qanaqadir ehson qilishning bitta yo'li deb men o'ylayman. Обязательно pul yo anaqa bo'lish shart emas. Просто yordam. Qizlarjonlar, ko'rganinglardek biz Alanga keldik, oilaviy. Yana bitta yaqin oilamizga yaqin odamlar bor, bolalar bilan. Bizda Riviera City bor ekan, o'sha yerga keldik. Bu birinchi marta kelishim. Ovqatlanib oldik, hozir bolalarni narsa qorni ochib ketdim. Endi okean oldiga tushdik. Bu yerda bir pas aylanamiz endi. Bursi chiroyli, hamma joy mazza qilib aylanamiz. Ayollarni aylanishi qanaqa qizlar? Topinglar, magazinda aylanib, mana shunaqa xo'stovarlar olsa, o'sha aylanish zo'r aylanish bo'ladi, to'g'rimi? O'zimizcha aylanish deb keldik. Mana bu bitta magazinga kirib shopping qilamiz ayollar o'zimiz. Mana biz qattiq chiqdik. Bolalar bahona. Скоро ведь. Shunaqangi katta plashadka ekan, mazza qilyapti bolalar. To'g'risi, mana mazza qilyapman. Zo'r joy ekan. Hammaga ikkini tavsiya qilaman. Qaraylar tepalarni. Biz boya antan tushdik.
tepalargacha chiqa olmadik. Biz ham sig'mas ekanmiz. Biz aylanishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana do'konlar ham o'sha yopildi. Hamma joy yopib ketyapmiz.